Hammaga salom. Sizlar bilan Sitora Bonim. Men bugun Germaniyadan Italiyaga uchib ketyapman. Onlayn sayohat qilishni istaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Parvozdan oldin opam bilan ko'rishdim va u menga Rimga kerak bo'ladigan sayohat kitobini keltirib berdi. Завтрак plus obed bo'ladi hozir. Nima yeyapmiz? Kumpir yeyapmiz. Assortimentlar. Kumpirlarimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa issiq, mazali. Ashizir. Hozir yeb ko'rib, ta'miga baho beramiz. Degustatsiya. Pastroq tushur. Buni bu yoqqa ushlab turasanmi? O'zim ushlab degustatsiya qilamiz. Nima yekunimiz? Maniki nimachalar bilan allambalo, nima vostochniy ekanda bu nomi. Kartoshka. Humus bilan juda mazali. Menga tuz yetmayapti. Tuz. Hop kelaman. Qanday endi tuz bilan? Zo'r. Mazza kartoshka. Nihoyat bugun tuyuq ishga borar ekanman. Kecha ochqo bo'lgandim. Yeb ko'raman. Yogurtchasi bor ustida. Baklajonchalari bor. Vegetariancha variantdan zakaz berdim. Ustiga pomidorchalarni ham qo'yib berdilar. Menimcha saniki yo'qadi. Mos keladi. Kombinatsiya manikidan ko'ra. Da? O'zi ham juda ham porsiyasi ham katta ekan. Bo'lgina. Qaynoq kartoshkacha. Og'ir ekan. Endi yeymiz buni maza qilib. Ro'y O'zbekistonda maza qilib dam olib kelgan. Opam aytayapti onamlarga hozir, mana qizlaringiz dam olishga ketyapti, men ishga ketyapman deb. Bittasi hozir dugonasi bilan Bodrumda aylanib yuribdi, mehmonxonada. Nima deylar? All inclusive. Bittasi bugun hozir bir yarim soatdan keyin Italiya Rimga uchib ketyapti. Men bechora ishga ketyapman, o'shanga aytaman, "Onajon, siz nima qilyapsiz?" deb. Shunaqa. Bitta lekin ma'lumot bu-ku, dam olishga ketadi-da u. O'zi dam olib Germaniyaga kelganda, uyga qaytib, uyga o'zi o'rganib ulgurmasdan O'zbekiston ichiga sayohat qildi. Keyin biza keldik, yana bir marta O'zbekiston ichiga sayohat qildi, endi Bodrumga ketdi, qaytib kelsa keyin yana Germaniyaga keladi. Ana shunaqa. Ma'lumot qachon ishlaysan? Hammani savoli, sen nima ish qilasan va qachon ishlaysan? Sitora ясно. Meni bilasizlar, nima ish qilaman? Qachon ishlayman? Ishga qaytkim kelmayapti. Hali bir hafta bor, keyingi haftada ishga chiqishim kerak, lekin shu paytda уже qaytkim kelmayapti ishga. Ish haqida, hafta kunlari haqida unutgan holatda maza qilib dam olishga harakat qilaman. Maza qilib aylanib Gul sensan maza qilib ishlashingni tilayman. Ba'zan shunaqa kunlar bo'ladi, rostdan maza qilib ishlaydi odam. Menda bo'ladi, endi senda ham bo'ladi degan umiddaman. Gapini eshitdinglar? Sayohatga ketayotganlar, sizlar menga yo'qmaysizlar. Sayohatga ketgan paytingiz juda yo'qotgandingiz. Lekin qachondir faqat sayohatlarga yurayotgan qiz bo'laman. Qachon? Bolalar bilan keyin lekin dahshat. Bolalar. O'zi menimcha turmush qurmaganingda yoki sayohat sevar partnyoring bo'lganida seni ushlab bo'lmasdi. Men ushlab bo'lmasdan birdan kirasan. Точно bilaman. Просто menga nima deylar? Tushib qoldi. Nima deylar? Menga o'xshagan. Senga o'xshagan partnyor tushib qoldi-da. O'zimga o'xshagan partnyor bizni tutib emasdi meni. Majbur ketaman Italiyaga. Majburlab yuboramiz. Почти sumkamni yig'ib berishdi. Yozinglar kommentariyaga qanaqa bu nima ekanligini. Nima deylar? Nima? Не благодарный ekanligini. Hamma xohlaydi Rim borishni, rimskiy kanikulla qilishni. Da? Qilyapman qo'y. Mayli qachon. Mayli. Yaxshi bo'lki. O'zingni asragin. O'zing ham. Qaramasan, xayrlashga keldim yana ertalab. Gapirma. Har doim qayerdir uçsam Guli aeroportga yoni kuzatib qo'yadi. Ishonch hosil qilish uchun rostdan ketamanmi yo aldayapman? O'z ko'zlari bilan kirib ketganimni ko'rish kerak. Har safar esingga. Har safar kelaman. Uyqudan qolib. Tekshiruvlardan o'tib, mana bu duty free tomonga
o'tib oldim. Men bu mikrofonimni ko'rib, anaqa lentada o'tkazadi-ku narsalarni. Mikrofonimni ko'rib o'sha yerda ishlaydigan odam. Nima bu deb so'radi hayron qolib. Mikrofon bu dedim. Biz ham video olyapsanmi, yozib olyapsanmi hammasini deb kuldi. Juda ham anaqa nima desam, jiddiy anaqa qaraydi deb o'ylagandim. Kulib, yumor bilan gapirdi ishchilari. Juda ham anaqa do'stona gapirishlari. Mana endi bu yoqlarga ketyapman. Sizlarga atroflarni ko'rsatib ketaman. Mana bu yerda har xil reklama, yarki shunaqa reklama afishalar osilgan, menga yoqadi shunaqa. Rang-barang bo'lsa reklama. Qanaydir ko'zni quvontiradi. Men hali ham o'zimni geytimni qidirib ketyapman, qaysi tomonda ekanligini. Menga S30 kerak. S30 ni qidirib ketyapman. S40 ni topdim. O'zi ham aeroport to'la sayohat qilyapti odamlar, xursandman hamma uchun, o'zim uchun ham. Men topib keldim. Juda oson bo'ldi topish mana. Men shu yerdan uchib ketar ekanman. Germaniyada yashayotganimdan beri birinchi marta boshqa Yevropa davlatiga uchishimda. Yevropa ichida shunaqa qisqa marshrutlarda uchmaganman bir marta. Hozir masalan 2 soatgina uchar ekanmiz faqat va men onlayn QR kodni o'qitib o'tdim. Shunchaki hech kim meni hujjatimni so'ramadi ham. Вообще oson ekan. 20-o'rindiqni topib borishim kerak boshidaman hali. Eng kerakli narsalarimni chiqardim. Bu ochiqo'san vafli. Bu o'qib ketaman opam bergan kitobni, qayerlarga bormoqchiman, har xil zametkalar qilgan opam, o'shalarni o'qib ketaman. Bu serial ko'rib ketish uchun ikkinchi telefonim va video olayotgan asosiy telefonim. Sumkamni tepaga chiqmoqchiman. Kurtkamni qoldirdim, sovuq yesam. Buncha. Umid qilyapman oldimda hech kim o'tirmasligiga. Chunki derazani oldidan joy olmayman. Mayli, chiqsa yo'q. Biz 2 soat uchamiz, lekin Rimni tepadan ko'rgan bo'lardim. Men yo'riq-ku, ko'p narsa ko'rinadi. Tepadan ko'rgim kelyapti, lekin joyni olmagan ekanman, mayli. Nicho. Chiqsa yo'q. Buncha yolg'iz o'tirib bilaman deb o'ylagandim-mi? Samolyot shunaqa to'la uchamiz. Menimcha bitta ham bo'sh joy bo'lmaydi. To'g'risi, samolyotda uchish unchalik yoqmaydi, chunki bu yerda toza havo yo'q. Shuncha bir samolyot odam bilan tiqilib o'tirish kerak kabinada. Havo yetmayotganday tuyuladi menga, ba'zan panikaga tushaman uchayotgan payt. Shuning uchun menimcha shu ham sabab, nima uchun menga sayohatlar stressni ekanligiga, nima uchun sayohatlarni unchalik yoqtirmasligimga. Men o'zimga kofe oldim. Hozir kofe ichib shirinlik yesam, balki biroz chalg'iyman deyapman. Hali ham uchish unchalik uzoq davom etmaydi. Oldinda o'tirgan erkak o'zini shuna yaxshi ko'rar ekan, shunaqa rasmlarga tikilib maza qilib ketyapti. O'zimni sevishni o'rganyapman undan qarab. Selfilar qilyapti, rasmlarni yaqinlashtirib maza qilib tomosha qilyapti. Meni shahrimda bo'libdi, menimcha italyanец u. Davlatiga qaytyapti menimcha. Fotolar qilgan meni shahrimda. Italiyaga xush kelibman. Mana aeroport, 2 soat uchish, shunaqa tez o'tib ketar ekan 2 soatlik uchish vaqt. Men bunday qisqa muddatda uchmaganman. Menimcha Istanbulga ham 3 soat uchadim, nima-ku? Germaniyadan. Endi-da sayohatlar boshlanishi, endi ko'proq sayohat qilishim kerak. Ana chiqib kelyapman bu yerdan. Chiqish degan joyga qarab ketyapman. Orqamda ana oldinda menda oldinda o'tirgan yoqimsiz tip dahshat. Men bugun bitta narsa o'rgandim. Qaytib
samolyotda yoki avtobusda, transportda boshqalarning telefoniga qaramayman. O'shani fotolarini tomosha qilganiga qarab o'tirdim, bir payt ko'zim tushsa, boshqa qanaqadir qari erkaklarni, bobolarni yalang'och videosini ko'rib o'tiribdi shu erkak. Dahshat. Shunga pushaymon bo'ldim. Battarmi dedim o'zimga. Kerak edim senga shu chiroyli kunda. Shunaqa qilib ketyapman. Tarixiy davlatligi ma'lumda qaranglar, aeroportidan o'sha haykallarni qo'yishgan bu yoqdan. Shuni tomosha qilib ketyapman. Boshqacha vibe, baribir ham boshqa davlatligi sezilyapti. Xullas, Rimda 20 gradus ekan, tashqarida shamolli havo, yomg'irli, xuddi Germaniyada ham shunday edi. Dunyodagi barcha aeroportlar bitta prinsipda qurilgan bo'ladi deyarli deb hisoblayman. Men hozir o'zimni ichki qanday his qilyapman, qaysi tomonga chiqish, qanday shu vaqtgacha bo'lgan tajribamga qarab ketyapman. Mani inglizcha uncha tushunmayman, aytishim kerakki. Italyancha vashe tushunmayman. Shuncha ketyapman men. To'g'ri adashmayman internet zamonida deb. Qarabski. Men chiqishni topdim. To'g'ri o'ylagan ekanman. Mana chiqish joyi. Ketadigan transfer yo'q, shuning uchun men o'zim qoladigan joyimni topib borishim kerak. Eshikda taksilar turibdi. Taksi taxminan 30-50 yevro bo'lar ekan. Bu qimmat. Men 8 yevroga hozir poyezd olib ketaman. Poyezd qayerdan ketishini hali bilmayman, lekin bilet sotadigan joy topdim men bu yerda, kassada. Hozir inglizcha gapirib, bilet sotib olishga harakat qilaman. ChatGPT 8 yevroga olasan deganda, bilet 9 yevro ekan. Yomon emas. Где-то 100 ming. 1 soatcha yuriyman. Men boradigan vokzalgacha. Hozir eskalatordan tepaga chiqasan dedi va keyin o'sha yerdan o'tirasan dedi poyezdga. Har yarim soat 40 minutdan yurar ekan, to'g'ri tushungan bo'lsam agar. Bu orqada turgan odamlar ham bilet olyapti avtomatdan, bilmayman, narxi kassadan olgani bilan bir xilmi? Menimcha bir xil bo'lishi kerak. Keyingi safar qarayman, sinab ko'raman. Bir xilmi narxlari? Inglizcha gapirishga ham hojat qolmayapti, bu imo ishoralar bilan tushunishyapti. Shunda biletimni ko'rsatsam, qayerdan o'tirishimni aytib berib yuborishdi. Shu qayam qilsa bo'lar ekan mana. Mana bunaqa katta poyezd keldi, 2 qavatlik. Men bu to'g'ri poyezd точно, chunki numerovkalari ham, kelgan vaqti ham to'g'ri. Men, конечно же, eng tepasiga chiqishim kerak. Tomiga. Tomiga va 4 kishilik o'rindiqni band qilishim kerak. Bunda musor bor ekan, to'xtang o'tiramiz. Qanday yaxshi, qandoq yaxshi. Yelkam tamom qildim, men bu sumka bor-ku. Zappa yuk. Bu biletchani ham qayerdir o'qitish kerak, tekshiriladi, buni olib qo'yamiz. Buni tashlamaymiz ni в коем случае. Bu yoqqa solib qo'yamiz, koshelokchaga. Kerak bo'ladi. Ana endi 1 soat yuriyman yana. 1 soat. Hech nimani yitirmasdan, yo'qotmasdan kartachaga qarab ketamiz. Qayerdan o'tadi poyezd. Shunaqa aytganday. Mana. Salom Italiya. Salom Rim. Bunaqa dalalardan o'tib ketyapman. Osmonni qaranglar. Osmon bo'g'ilgan. Yomg'ir quymasa bo'ldi, yomg'ir ko'rsatgan bugun. Keyin indinga. Lekin umid qilamanki ko'p yog'maydi, chunki men maza qilib aylangim kelyapti piyoda. Bu Tiburtina degani mana shunaqa katta vokzal ekan. Bu yerdan chiqib endi 10 daqiqacha piyoda yuriyman. Qoladigan uyimni egasi bilan yozishdik hozir. Meni kutib oladi, uyda check-in qilaman. Bu hotel emas, shunaqa ta'til qiladigan, ta'tilda qoladigan uy.
Shunaqa joyda qolaman. Hotellari juda ham qimmat ekan. Narxlari bunaqa Ferinvoning olsa, masalan, kvartira ijaraga olsa arzonroq ekan, lekin men bitta o'zimga kvartira ijara olishga qo'rqaman. Shuning uchun ham menimcha u kvartirada boshqa odamlar ham bor deb umid qilaman. Bu yerda ichimlik suvi o'qib bitiribdim shunday. Tap-tayyor bo'lib. Bu yerda alohida velosipedlar uchun yo'l yo'q ekan menimcha. Mopedlar o'tib ketyapti piyodalar yo'lidan. Ajratilmagan. Hech qanaqa belgi ko'rmadim. Topdim. Zvonokni chaldim. Ochdi. Ana endi lift bormi bu yerda? Bunaqa tepada yozib qo'ymagani uchun topish ham qiyin bu yerni. Liftni qaranglar, qanaqa. Tiqilib qolmasam bu yoqda. Bilmayman nechinchi qavat bu endi. Bilmayman nechinchi qavat. Zinadan chiqib qo'ya qolay. Qaraman mana nechinchi qavatlikka. Qalam ishlamadi. Nicho. Registratsiya qiladigan qiz meni kutib oldi. Ismi Kristina. Juda ham ajoyib qiz ekan. Menga ko'rsatib, tushuntirib, inglizchasi yaxshi emas ekan menikida. Zo'rg'a bir-birimizni tushunib oldik. Men bu yerda meni xonam, kirish qismi, kirganda men bu yerda vanna xonam. Sizlarga kichkina obzorchik qilib o'taman. Bu yerda dushovaya kabinasi bor. Qaranglar, sochiq, o'zi ham istagancha sochiqlar bu yerda. Hamma kerakli narsalar bor. Va bu yerdan xona boshlanadi. Xona juda ham katta va ajoyibligiga qaranglar. Вообще zo'r xona. Menga yoqqani bu yerda oynalar bor. Menga yoqadi va mana bu oynasi ham menga juda ham yoqibdi. Вообще ajoyib. Televizor bor. Bu yerda kiyimlarni osish uchun hamma narsa bor. Kravatni qaranglar, men bu kartinani ham sevdim. Qaranglar, ajoyib. Bu yerdan o'sha ko'chaga qaragan vid. Menga yoqdi xona juda. Shinam. Endi qayerdan boshlashni o'ylayapman. Menga WhatsAppimga senga restoranlarni yozib yuboraman dedi. Qayerda ovqatlanish mumkin, mazali, qayerda nonushta qilish mumkinligini tushuntirdi. Menga kartochkalar berdi nonushta uchun, chunki nomerga birga ichida hisoblangan nonushta ham. Men faqat hozir resepsiyonida soliqlar uchun to'ladim. Turistlar soliq to'laydi hotelni narxiga qo'shib. O'zimcha o'yladim, hamma kerak narsalarimni olib kelganman deb. Uxlashga kiyim olib kelmabman. Mayli, bu menimcha unchalik tragichna emas. Kiyimlarim ilib qo'ymoqchiman, bilmayman bularda utyug bormi yo'qmi. Shucha ilib qo'yganim yaxshi. Har nima g'ijimlari ochilishiga umid qilyapman. Hozir kiyimlarim almashtirib, boshqacha narsalar kiyib, keyin yana shaharga chiqaman, ovqatlanib, bugun o'ylayapman Kolizeyni aylanib kelishni, Kolizeyni kechqurun yonishini ko'rgim kelyapti. Keyin ujin qilib qaytib kelaman va erta uchun programma uyga kelib keyin tuzaman bugun kechda. Plaslan bu yerda menga O'zbekistondan sovg'a qilib yuborgan taqinchoqlarni olib kelganman. Bular bilan chunki har xil obrazlar qilish niyatidaman. Shunaqa chiroyli. Hozir obraz qilgan paytim ko'rasizlar. Bittasini bunaqa xuddi bandagidagi-ku. O'shani aeroportda gapirishadimi deb o'ylagandim, hali ham deyishmadi. Aeroportda suqiladigan igna-pigna narsalar mumkin emas-ku, o'sha uchun balki taqiqlanadi deb o'ylagandim. Xayriyatki o'tkazishdi meni. Hatta oson, baland past ko'chalarda Rimni qulay yurishim uchun men bu Zaradan olgan oyoq kiyimimni ham olib kelganman. Men shu bilan hozir obrazlar qilaman. Yurayman. Umid qilamanki, oyog'im sovuq yemaydi kechqurun. Qolgan joylarni ham ko'zlab o'taman. Men bu yerdan xonamdan chiqdim.
Bu yoqda yana bitta xona bor. Bu yoq xonalar ham to'la bo'lar ekan, bu yoqda resepsiyonga chiqiladi. Bu yerda ovqatlanish mumkin. Shunaqa joy qilib qo'yishgan, choy, kofe ichadigan to'g'rirog'i. Har xil choy, kofe qilish uchun har xil narsalar turibdi mana. Kofe mashina bor, har xil snacklar bor. Yana bundan tashqari men boshqa anaqalarda o'qidimda, ko'p joylarni o'qidim, boshqa uylarni shunaqa ijara olish mumkin bo'lgan, bunaqa sharoit bo'ladi yo'q. Bu yerda masalan mana tekinga kekslar va sharbatlar olib ichish mumkin. Vaflilar ham, suvlar ham hammasini tayyorlab qo'yishgan. Vashizir. Hozir ichishga biror nima olaman bu yerdan. Bu yerda balkonchik ham bor ekan. Qaranglar. Balkon. Balkoni va bu yoqda ham mana yeyishga narsalar tayyorlab qo'yishgan. Mikrovolnovka bor, biror nima tayyorlamoqchi bo'lsa. Shkaflar bor ekan, mana posudalari bor bu yerda. Qaranglar, hamma sharoit bor. Men o'zimga mamlaqa sabzilik, limonlik va mandarinlik sok oldim, ichib ko'rmoqchiman. Bunaqa aralashmani hali ichmaganman. Ichib ko'ramiz. Biroz dam olamiz va keyin yo'lga chiqamiz. Aytaymi? Anaqaday. Xuddi olmani ham ta'mi kelayotganday. Mandarin ta'mini sezaman, sabzini ta'mini sezmayman. Va limonni ham ta'mini sezmayman. Keyin shakar slishkim ko'pda. Keyin mana bunaqa keksik oldin yerdik. O'zbekistonda bo'lardi qo'yib shunaqa keks. Keks yeymiz. Qarach, ovqatlanishga borguncha oshqozonni aldash. Ularda xayriyatki utyug bor ekan. Nafaqat utyug, daskasi ham, hatto uyimda ham bunaqa utyug bilan daska yo'q. Germaniyada utyug qilmay kiygan kiyimlarimni endi Italiyada dazmollab kiyaman. Chunki Italiya, Rim. Bu yerda dazmollab kiyaman-da, endi pot qilib. Kolizeyni birinchi marta ko'rishim sharofati bilan o'zbekona libosda bormoqchiman. Haqiqiy o'zbekcha kelganini bilish uchun. Men shu O'zbekistonda opam tiktirib olib kelgan. Men shu obrazni kiyib boraman hozir. Pastki qismi biroz menga katta, lekin shunday bo'lsa ham hozir bir amallab buni belini siqib kiymoqchiman. Opam tikib beraman degandi. Men bu ikki tomondan tikib beraman degan qiz. Keyin ulgurmadik buni tikishga. O'zim ham tikishga ulgurmadim, shu uchun ham hozir shunday qilib kiyaman, bir pala tushib ketmasa kerak. Yurganda biroz sirg'ilib tushadi, lekin hozir biror nima qilib siqib qo'ysam, balki turar. Ko'ramiz hozir. Va o'zbekcha obrazim menda tayyor. Faqat hozir buni biror xil aksessuar bilan yanada boyitishga harakat qilaman, lekin o'zi shuni ham zo'r ko'rinibdi. Natija oyog'imga zaradaman bu qulay oyoq kiyimim kiyaman. Menimcha juda ham mos tushadi bunga. Hozir sizlarga shu polni rost ko'rsataman. Sochimni ham yig'ib oldim. Prosta shuni xohladim. Kosmetichkamda ko'p joy olmasligi uchun men bunaqa probniklar olib olganman. Men bu atirni hidi juda ham zo'r. Mana bunaqa ham bor. Bunaqa probniklar. Keyin eng kerakli narsalarni oldimda, faqat ko'p joy olmasligi uchun kichkina sumочкаga joy qolmadi, lekin shopper olib olganman. Ko'proq narsa sig'ishi uchun. Qarochi xurjun xaltacham bilan ketaman hozir. Lekin o'zimga outfitim juda ham yoqyapti. Hozir menimcha uyning egasi edi, u Kristinaning oldida yana bitta erkak menga utyugni joyiga, daskasi bilan joyiga qo'yishga yordam berdi-da. Chiqqanimdan wow deyishdi libosimni. Shunaqa komplimentlar aytishdi. Qayerdan anaqa deb O'zbekistonni bilishar ekan, qo'shni davlatlarni bilishar ekan. Kiyiming juda ham chiroyli, anaqa deb qanaqa nomlanadi bu deb. Mato so'rab, qiziqib komplimentlar aytib juda yarashgan deyishdi. Rostdan ham bugun Rimni markazdagi hamma e'tiborlarni, hamma komplimentlarni yig'amiz.
metroga chiqishim kerak. Metroni topdim. Endi men bu avtomatdan bilet sotib olishim kerak. 1 € 50 sent turar ekan metroga bitta yo'nalishga. Menimcha yomon emas. Nemis tilini tanlasa bo'lar ekan. Juda ham yaxshi bu. Bularni metrosini topish bir qiyin ekan. Mana zo'rg'a topib keldim. Lekin u dunyoning chetida ham metro deb yozilgandi. Shuncha yuribman metrogacha, hali ham qulay oyoq kiyim kiyganman. Ana endi bu yoqda olinar ekan bilet. Nechta apparatga boshimni urdim, bilet sotib ola olmay. Ana endi topib keldim bu yerni, xayriyat. Lekin endi ana bu avtomatlardan olaman. O'zidan olsangiz ustiga pul qo'shib bo'ladi. Bildim men bularni. Xayriyat, epladim. Mana shunaqa bo'lar ekan bularni kartasi. Tashlab yubormaslik kerak ekan, chunki bunga yana ham pul tashlasa bo'lar ekan. Keyin ham ertaga ham ishlatsam bo'ladi. Umuman shu yerda yashagan paytim ishlatsam bo'ladi buni. Va nihoyat juda ham shovqin, lekin metro ketyapman. 15 daqiqada Kolizeyda bo'laman. Xursandman juda ham. ChatGPT aytish bo'yicha metrodan chiqqanim bilan Kolizeyni ko'raman. Hey. 5-sinf tarix kitob ko'z oldimda jonlanibdi. Biroz qarab turaylik shunga. Wow. Yaqinroq borish kerak. Menimcha o'sha pul bo'ladi. Erta kelaman lekin. Sevdim men bu shaharni. Chiroyligini. Hali yarmisini ham ko'rganim yo'q, lekin shunaqa zo'r. Men buni qaranglar. Dahshat chiroyli. Machundir italyanlardan ko'ra hindlar ko'pda. Men bu daraxtlar bor tomonlari ham yo'qyapti juda ham. İçini kirib aylanib yurishibdi. Men ertaga kiraman ichini. Bugun emas. Lekin kechqurun ham bu yerda ekskursiyalar bo'lar ekan, kechqurun ham kelsa bo'lar ekan. Men shu bir xato ish qilinmanda, kurtkamni olib chiqsam bo'lar ekan ustimdagi, chunki men hozir sovuq yeyishni boshladim, afsuski. Afsuski, shuning uchun bilyapman, men uzoqqa bormayman bugun. Bugun qisqaroq qilaman. Ujinga boraman hozir biron joyga. Keyin ujindan keyin balki aylanaman yana. Ko'proq piyoda. Chiroyli juda ham. İngilizchada audio nimadirlar deyapti. Tushunsam xo'shki. Soat nechidadir yopilishini aytishyapti menimcha. Chiqish kerak bu yerdan, shuni tushunmay ketyapman. Chiroyli. Bu yerni qaranglar. Qanaqa joy bu? Qanaqa joy? Ajoyibligini qaranglar. Bu yoqqa kirsa bo'lar ekan. Qaranglar. Kiramiz bu yoqqa. Kirish mumkin bo'lgan joylarga kiramiz. Обязательно. Bularni qaranglar. Kimdirni hovlichasi bo'lgan keyin o'qiyman bu haqida. Tarixini bilsa zo'rda. Uyni zo'r ko'rinibdi. İtalyanski eskicha uy. Shahar ko'rinyapti. Uzoqlardan. Mendagi e'tiborim tortdi mana bu daraxtni, gullarni hidi. Jasmin edim bu. Mazza hidlarni. Qaranglar, qanday zo'r o'sgan butani. Ashi zo'r o'sgan. Shay devorlarigacha yoqyapti menga shunday. Qanaqa xotira bu. Bu yoqqa kirsa bo'lar ekan. Faqat tinchlik saqlab kirish kerak ekan. Bu ibodatxona ekan-ku. Cherkov ekan bu yer. Ham bitta binoga kirsam, cherkov ekan bu yer. Bilmayman bu yerda video olish mumkinmi o'zi. Bu yerda
qayerdandir odamlarni ovozi kelyapti. Qayerdadir menimcha to'qirishyapti, bilmayman. Ketdim, qaranglar, shayton. Shaytonmi ana vera. Please, vayma chuqur qabam qachaydi. Ana beri ham rasmni qaranglar, rasmlar zo'r вообще. Shuni anaqa dramatichni. Bu yerni yopishyapti, menimcha ketishim kerak bu yerdan. Ana o joyi bu sizlarga ko'rsataman. O'qiydi-ku, nimadir kirib, o'sha joyi. Mana bu yoqqa kiradi. Bu yerda kinolarda ko'rganman. Bu yerda eshikchasi, mana derazachasi ichiga kirib nimadir qiladi. Sveshnik eshitib o'tiradi-ku gapini. Eshitib o'tiradi gapini, keyin anaqa qiladi. Mana shu oila o'zi ham, bular ham aylanib yuribdi, mana aylanib yuribman. Mana bu yoqda tukarkan bu ko'cha. Shu bilan bu yoqdan qaytamiz, bu yoqlarga kirib yurmay cho'qin. Qiziq joylar lekin. Pizza zakaz berdim, lekin pizzani ko'rinishi menga umuman yoqmayapti. Yeb ko'ramiz. Italiyaga kelib, bunaqa bemaza pizza yeyman deb o'ylamagandim, koshmar edi u. Ochligimdan lekin yedim, rosa ochidim. Bo'lmasa yeyolmasdim menimcha umuman. Yana stakanimga hasharot o'lib yotgandi. Qachon o'lib qolgan u bilmayman. Qachondan beri turibdi u stakan bu yerda. Короче, uni berdim qo'liga. Ko'rsatdim hasharotni, keyin menga boshqa stakan keltirib beraman degandim. Yo'q, keltirib bermadi. Men butulkani o'zidan ichdim kolani. Mana shu kichkina kolacha uchun 4 € 50 olishdi mendan. Servis uchun pul olishdi, hatto servis koshmar. Shunaqa bemaza pizza yeb endi ketaman dalish. Balki o'zim aybdor. Bunaqa sentr joylarga kirmaslik kerakdir ovqatlanishga. Chetroq joylardan qarashim kerak bu safar yaxshiroq. Bu binoni chiroyligini qaranglar. Vau. Mana shu ko'chadan yurib kelyapman. Guruh vaqtda ko'rgandik, endi Kolizeyni kechqurungi ko'rinishini ko'ramiz. Mana shunday yonib turadi. Chiroyligini qaranglar, tepadan. Hozir bitta bo'laman bu yoqqa chiqib olishimga yordam berdi. O'zim chiqa olmadim. Keyin mana nima deysan, 2-3 kishi bo'lib rasmga olishdi. Pastda qo'shiqlar aytishyapti. Mashhur qo'shiqlarni. Shunaqa yoqimli, men bu yerni tomosha qilib to'ymayapman go'zalligidan. Lekin salqin tushib qoldi. Soat 9 dan o'tdi. Endi sekin-sekin uyga qaytishga harakat qilaman. Lekin oldin pastga tushib, muzikalarni balandroq eshitmoqchiman pastda. Qo'shiq aytayotgan odamlarga qo'shilmoqchiman biroz. Ajoyib. Men yana metroga chiqib uyga qaytyapman. Menda uxlashga tayyorgarlik. Choy taxlab ichdim o'zimga. Kinoshkamni ko'rib uxlayman. Xonada mana shu atmosfera shunaqa yoqibdi menga. Bugungi kunimdan roziman, xursandman, bemaza ovqat yegan bo'lsam, ertaga kunni yanada yaxshiroq qilib o'tkazishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaringiz, e'tibor uchun katta rahmat. Blogimga obuna bo'lib qo'yishni, like bosishni unutmang. Hammaga rahmat. Xayr.